Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Fischer-Tropsch reaktorini PFT sxemasini o'rganamiz. Reaktorning umumiy ko'rinishi. Ushbu reaktor suspenziya tipidagi reaktor hisoblanadi. Ya'ni bu yerda mana sath mavjud, suyuqlik va uni ichida katalizator zarrachalar harakatlanadi. Ya'ni suyuq va qattiq fazani tashkil topgan suspenziya mavjud. Asosiy reaksiya ham shu suspenziya ichida ketadi mana. Ko'k sath bilan berilgan. Yuqorida sariq esa bu gaz fazi hisoblanadi. Mana bu qismlar esa reaktorning koillari, ya'ni radiatorlari hisoblanadi. Chunki Fischer-Tropsch reaksiyasi ekzotermik reaksiya, issiqlik chiqish bilan bo'ladigan reaksiya. Avvalambor biz mana singaz aralashmasi, ya'ni is gazi vodorod aralashmasini reaktorning pastidan beramiz. Natijada u yuqoriga qarab harakatlanadi. Reaktorda normal harorat 230 gradus 21 bar hisoblanadi. Ushbu haroratda va bosimda reaksiya ketishni boshlaydi va mahsulotlar og'ir parafin, ya'ni S60 dan yuqori bo'lgan parafin uglevodorodlar va S5 dan S11 gacha bo'lgan yengil uglevodorodlar va suv hosil bo'ladi. Og'ir parafin pastki sathga qoladi, mana ko'k bilan belgilangan sathda. Yengil uglevodorodlar va suv harorat yuqori-ku, yuqori fazada mana reaktorning yuqori qismida gaz fazani tashkil qiladi va yuqoridan chiqib ketadi mana. Endi biz ushbu reaktorni parametrlarini, ya'ni harorat, bosim va sathini qanday kontrol qilishni o'rganamiz. Buning uchun bizga priborlar juda muhim. Misol uchun reaktorni yuqori qismidagi haroratni nazorat qilishimiz kerak. Chunki og'ir parafinlar yuqoriga ko'tarilib ketishi mumkin gaz fazaga. Yuqoridagi harorat 185 gradus, mana bu yerdagi harorat. Reaktor mana suspenziya ichidagi harorat esa 230 gradus atrofida. Fligma o'tgan darsda o'tganmiz vazifasi, ya'ni berishdan asosiy maqsad kolonna ichidagi haroratni nazorat qilish va uglevodorodlar ajralishini yaxshilashdan iborat edi. Bu yerda ham xuddi shunaqa mana kontroller ulangan, ya'ni bu haroratni o'lchab turadi. 185 gradus normal harorat. Agar uni oshib ketsa, mana bu fligmani klapinni mana nazorat qiladi. Zadaniya beradi, klapin ko'proq ochiladi, natijada ko'proq fligma keladi, bu yerni sovutadi. Harorat tushib ketsa 160 gradusga, misol uchun mana yuqorisidagi harorat. Yana bu yerda xuddi shunaqa zadaniya beriladi, klapin qisman yopiladi. Yana bu yerdagi harorat ko'tariladi. Bu yerdagi haroratni kontrol qilish nima uchun kerak? Asosiy sababi mana bu aytib o'tganimizga, harorat oshib ketsa uglevodorodlar chiqib ketishi mumkin. Harorat tushib ketsa yana salbiy reaksiyalar ketishi mumkin. Mana bu fligmaning maqsadi esa mana bu yerda ham fligma beriladi. Bu yerda yengil uglevodorodli fligma beriladi. S5 qaytarib beradi yarmini. Bu yerdan esa S60 ya'ni og'ir parafin beriladi. Og'ir parafinning vazifasi fligma sifatida berilishdan vazifasi bu yerdagi sathdagi parafinni yuqoriga chiqib ketishini oldini olish. Demak, biz yuqoridagi haroratni kontrol qilishni o'rgandik, vazifasini tushundik. Endi bosimi ham kontrol qilinadi. Bosimi mana bu yerda mana ko'k yashil pribor. Ushbu yashil pribor bosimni o'lchaydi. Agar 21 dan oshib ketsa, masalan 23 bo'lib ketdi, ko'proq gaz chiqib ketishi uchun mana keyin klapinga ulangan, mana bu tomonga bo'lish kerak edi aslida. Ana xuddi shunday mana klapin bo'ladi. Klapinga zadaniya beriladi va klapin kattaroq ochilib, ko'proq gaz chiqib ketadi, bosim tushadi, normal holatga tushadi. Bosim tushib ketsa, bu yana zadaniya beradi klapinga. Klapin qisman yopiladi. Natijada bosim yana ko'tariladi. Endi esa reaktorning pastidagi sathni qanday qilib haroratini va kontrol qilishni o'rgatamiz. Bu yerda mana bu binafsha rangdagi priborlar bu yerda haroratni kontrol qilish uchun yordam beradi. Ya'ni reaksiya ekzotermik reaksiya issiqlik chiqish bilan boryapti. Demak, uni sovutish kerak. Bu yerdan suv keladi, mana ikkiga bo'lingan, ikkita radiatorga keladi, harakatlanadi. Harakatlanib, reaktor ichidagi haroratni o'ziga yutib, qizigan bu holatda chiqib ketadi mana. Bu tomondan ham xuddi shunaqa chiqib ketyapti bu holatda. Biz qancha suvni sirkulyatsiyasini ko'paytirsak, shuncha ko'p harorat chiqib ketadi. Ya'ni reaktor soviydi, sathda reaktor soviydi. Agar reaktor harorati tushib ketsa, ya'ni
suvni sirkulyatsiyasini sekinlashtiramiz. Natijada shu priborlar orqali klapani ochilib yoki nasoslarga buyruq beriladi. Natijada suv sirkulyatsiyasi sekinlashadida reaktor qiziydi. Qiza olish uchun yordam beradi. Bu yerda mana suv kirib, bu holatda chiqib ketishi. Bu yerda gazni berishi maqsad mana bu sathni og'ir paraffinlar deb aytdik-ku, og'ir paraffinlar filtrlar orqali bu quvurga kiradida chiqib ketadi. Ya'ni filtrlarda katalizator, suspenziyada dedikki, mana katalizatorlar mavjud. Filtrlar ushlab qolinadi. Qachonki filtr to'lsa, uni qaytadan yana suyuq fazaga haydash uchun bu yerdan gaz beradi, purkaydi. Gaz berib purkagan paytda yana suyuq fazaga tarqaladi bu. Katalizatorlar suyuq fazaga qaytadi va reaksiya qaytadan ketaveradi. Bu yerdan esa og'ir uglevodorlar chiqib ketadi. Endi mana bu sariq priborlarimiz esa sathni, ya'ni levelni kontrol qiladi. Ular o'lchaydi. O'lchab, agar sath ko'tarilib ketsa, o'shani oldini olish uchun mana bunaqa klapanlarni yoki undan keyin klapanlarni ochadida, ko'proq ochib, ko'proq mahsulot chiqishini ta'minlaydi. Yoki keyingi qurilmadagi bosimni pasaytirsa ham ko'proq mahsulot chiqib ketadi. Yoki keyingi qurilmada bosimni oshirsa, mahsulot chiqishi sekinlashadi. O'shani kontrol qiladi. Bu yerdan o'lchab, shu chiqishni, ya'ni oqim chiqishini, qancha chiqishini yoki kamroq chiqishini kontrol qiladi. Mana bu quvurlar esa qachonki reaktor o'chgan payti mahsulotni to'kib olish uchun keyingi qurilmalarga, misol uchun dramlarga yoki hopperlarga to'kib olish uchun beriladi. Mana bu quvur esa bu yerda reaktor o'chgan payti ichida sath qolib ketsa, xuddi shunaqa level qolib ketsa, o'shani barabataj qilib turish uchun, ya'ni aralashtirib turish uchun, katalizatorni pastga cho'kib qolmasligini ta'minlash uchun berib turiladi. Demak, har bitta quvurni bu yerda vazifasi bor. Priborlar esa bu yerdagi priborlar mana har xil rangda berilgan priborlar jarayonni fizik parametrlarini, haroratini, bosimini va sathni, reaktor ichidagi sathni kontrol qilish uchun kerak bo'lar ekan.